Butun umringiz davomida aslida nimani istayotganingizga bitta e'tibor bering-da. Nimaga erishishga, nimani qo'lga kiritishga, nima bilan shug'ullanishga harakat qilayotgan bo'lsangiz ham, aslida chuqurroq qaraydigan bo'lsangiz, bitta narsani, ya'ni xotirjamlikni, sakinatni istayapsiz. Xo'sh, xotirjamlik, sakinat o'zi nima? Sakinat bu aqlni taslim bo'lishi, ya'ni aqlni sukunati. Aqlchi? Aql bu o'y-xayollar, his-tuyg'ular, reaksiyalar, ya'ni shovqin. Demak, siz doimo shu shovqindan qutulishni, ya'ni aql egasiga aylanishni, uni boshqarishni, uni tinchlantirishga harakat qilishni istayapsiz. Lekin aslida-chi, paradoks, siz aynan shu aql sizni boshqarayotganidan iztirobdasiz, azob chekyapsiz. Siz asli sukunatni istayapsiz, xotirjamlikni istayapsiz, ya'ni o'zingizni istayapsiz. Keling, shunchaki kuzatib ko'ring-da. Har qanday tovush paydo bo'lishidan oldin sukunat bor. Tovushlar yo'qolgandan keyin ham sukunat bor. Ya'ni u o'zgarmayapti. U doim shu yerda. Hattoki tovushlar anglanib idrok qilinayotgan paytda ham sukunat bor. Chunki u sukunat kechinmalardan, shakllardan chuqurroq o'lcham. Mana tovushlar kelib ketyapti. Fikrlar, o'y-xayollar kelyapti, ketyapti. His-tuyg'ular kelib ketyapti. Lekin ularni barchasi paydo bo'lib yo'qolganda ham siz istayotgan sakinat, xotirjamlik o'zgarmayapti. U doim shu yerda. Chunki u sakinat kelib ketuvchi, g'oyib bo'luvchi narsa emas. U barcha kelib ketuvchi, g'oyib bo'luvchi narsalardan avval ham keyin. U doim shu yerda. Mana u siz istayotgan xotirjamlik, sakinat doim
shu yerda. Siz xotirjamlikda istayotgan bo'lsangiz, o'zingizni istayapsiz. Lekin mana siz doim shu yerdasiz. Siz yo'qolib paydo bo'luvchi emassiz. Siz doim borsiz.